Assalomu alaykum hammaga. Hop, hozir men sizlarga tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsam, ya'ni forgetting curve, mani fikrimcha faqat ingliz tiliga emas, ko'p narsaga bog'liq. Ya'ni umuman любой biror narsa o'rganayotgan paytingizda foyda beradigan narsa deb o'ylayman. Ya'ni faqat ingliz tiliga emas. Lekin ingliz tiliga ham foydasi katta. Ingliz tili o'rganayotganda ham bu narsani tushunish va bu narsani bilish. Um, Shuning uchun you can, learn this thing and use it literally everywhere, right? Ya'ni hamma joyda ishlatsangiz bo'ladi. Hop, birinchi bo'lib, nima narsa, right? Hop, hozir o'rganadigan narsamiz vocabularyni, frazalarni, expressionlarni eslab qolishimizga katta yordam beradi. O'zi til o'rganayotganda eng overwhelming tomoni ham shu so'zlarni eslab qolish, hamma another expression, idiom, phrasal verblar umuman esdan chiqib ketadi, esda turmaydi. Shu narsalarga Xudo xolasa yechim bo'ladi bu. Xo'p, birinchi bo'lib biz nimani unutamiz va nimaga unutamiz? Shu narsani bilishimiz kerak. Uni bilish uchun bizga mana shu forgetting curve degan bitta study yordam beradi. Shunaqa nomli, mana u Herman Ebbinghaus degan bitta brat tomonidan o'tkazilgan 1985-yilda. Xo'p, u akani aytishi bo'yicha, agar birorta chora ko'rmasak, yangi ma'lumotlarning deyarli yarmini 1 soat ichida, 70% gacha bo'lgan qismini esa 1 kun ichida unuta boshlaymiz degan ekan. Ya'ni o'sha chora degan qismi shu butun boshli video bo'ladi. Ya'ni agar birorta chora ko'rmasak, o'sha biz chora ko'rishni o'rganamiz bu videoda. Qanaqa nima chora ko'rsa shu 70% esimizdan chiqib ketmaydi. Xo'p, bu juda ham mashhur study, eshitgan bo'lishingiz ham mumkin va bu rostdan ham nimadir yangi narsa o'rgansangiz va chora ko'rmasangiz, o'sha narsa esingizdan chiqib ketadi. Misol uchun mana bu chartda ko'rishingiz mumkin. Mana nimadir o'rgandingiz, yangi narsa, 100% o'rgandingiz uni. Qaytarmadingiz, 50%ni esda turibdi xolos, mana 50%. Keyin qaytarmaganingiz sari bu tushib ketaveradi, ya'ni. Umuman oxiri esingizdan chiqib ketadi narsa, qaytarmasangiz. Endi qaytarsangiz, o'sha narsani misol uchun birinchi qaytarishingizda yana eslaysiz. 4-qaytarishingizda, 6-qaytarishingiz, 8-qaytarishingiz va davom etsangiz yana bundoq pasayadi. Ya'ni hamma 100% hammasini eslay olmasligingiz mumkin. Lekin davom ettirib ketsangiz, eslashni boshlaysiz. Hammasini keyinchalik umuman siz uchun natural bo'lish boshlaydi narsa. Right? Xo'p, endi shuning uchun nima qilish kerak? Qaytarish kerak. O'rgangan narsalarimiz, lekin qaytarishni ham yo'llari bor, metodlari bor. Prosta qaytarib qo'yilmaydi. Shuning uchun hozir o'sha metodlarga ham qaraymiz. Xo'p, bitta narsani review qilishning ikkita yo'li bor. Birinchisi spaced repetition degan narsa orqali. Spaced repetition degani o'sha kun oralatib bo'lib o'sha narsani bitta review qilib chiqish, ko'rib chiqish. Misol uchun bir kun, 3 kundan keyin yana bir ko'rish, 1 haftadan keyin yana bir ko'rish, 2 haftadan keyin yana bir qaytarib qo'yish. Shu narsani spaced repetition deydi. O'zi nomidan ham ma'lum, spaced repetition degan joydan bilsa bo'ladi, lekin ko'pchilik xato qilib o'sha hamma narsani bitta kunga cramming qilib tashlaydi. Bir kunda qaytarish kerak emas buni o'zi. O'sha yoki bir marta qilib qo'ysa bo'ladigan ish emas. Bekorga nomi repetition emasda, qaytarish kerak. Ya'ni o'rgangan narsangizni shunaqa kunlatib, istasangiz 1 kun, 4 kun, 5 kun qilishingiz mumkin, lekin o'sha ora vaqt o'tgandan keyin bitta ko'rib chiqish kerak, eslay olish uchun. Xo'p. Keyingisi self testing, ya'ni o'z-o'zini test qilish. Endi repetition, review bilan testing nima narsasi bor, orasida farqi bor. Test degani bitta narsani qaramasdan siz o'zingiz eslashga harakat qilasiz. Bu testing. Review degani bitta bundan ko'rib chiqasiz, xolos, u review bo'ladi. Right? Okay. Hop. Shuning uchun shu test qilishingiz kerak o'zingizni. Endi bu narsaga ham bitta isbot sifatida bitta research bor. Mana u research.
Bu ham juda mashhur 2008-yildagi. Hozir buni ham ko'rib chiqamiz. So, endi bu like long research va like bizga kerakli joyi bor shu yerda. Hop. Mana bu yerda aytyaptiki, it's worth emphasizing that despite the fact that students repeatedly studied all of the word pairs in every study period in STN condition, their long-term recall was much worse than students who were repeatedly tested on the entire list. Test qilingan studentlarni, qisqa qilib aytganda, test qilmagan studentlarni eslashi, worst, yomonroq edi deyapti. Ya'ni o'zini-o'zi test qilingan ancha yaxshiroq so'zlarni eslay olibdi, narigi просто review qilib qo'yganlardan ko'ra. Bu study, ya'ni ikkita guruhga bo'lib o'quvchilarni narsa qilganda, test sinab ko'rgan. Bittasiga faqat review qildirgan, bittasiga faqat test bergan. Test qilganlari yaxshiroq topgan, yaxshiroq eslay olgan so'zlarni deyapti. Right? Agar o'zingiz ko'rmoqchi, o'qib ko'rmoqchi bo'lsangiz, The Critical Importance of Retrieval for Learning degan bitta study PDF. Buni butun boshli hamma narsani o'zi sizlarga tashlab beraman. Ko'rib olishinglar uchun. Hop, ya'ni shu metodlar, spaced repetition and self testing. Hop, keyingisi biz qarashimiz kerak bo'lgan narsa how to actually use these. Ya'ni bu narsani qanaqa qilib haqiqiy hayotda ishlatish kerak. Hop, birinchisi e'tibor berish kerak bo'lgan narsa, siz hamma o'sha o'rgangan narsalaringizni rekord qilib olishingiz kerak. Rekord degani o'sha yozib olish. Ya'ni audio formatda yozib olasizmi, просто rasmga olib yurasizmi, qizig'i yo'q. Chunki agar rekord qilmasangiz, uni review qila olmaysiz. Yozib olmagan narsangizni qanaqa qilib review qilasiz, to'g'rimi? Qanaqa qilib ko'rib chiqasiz? Shuning uchun o'rgangan hamma narsangizni yozib olishingiz kerak, keyinchalik ko'rib chiqa olish uchun. Hop, ikkinchisi o'sha boya aytganimdek, you have to test yourself. Faqat review qilavermasdan, hollow repetitiondan ko'ra o'sha o'zingizni flashcardlar bilan test qilib ko'rsangiz, eslash ehtimolinguz ancha yuqori bo'ladi. Right? So, this is it for today's video. And shu sizlarga hozir aytganimdek, shu hamma narsani PDF formatda Telegram channelga tashlab qo'yaman. And if you guys don't know, my Telegram channel is John Teacher, right? You can search it up and hopefully it will appear. See you.